ish ustalarga ishonib qolmanglar. Namanganlik ish ustalarga ishonib qolmanglar deb turib bitta opa video qilib chiqqan ekanlar. U opaga javoban Sharq eshiklardan Abdulvosit akam javob bergandilar. Okani ishlari javoblariga yarashamikin deb ishlarni ko'rgandim. Mana ishlar haqiqatda javoblariga yarasha ekan. Okamimiz bizga 11 dona oyna zakaz bergandilar. Mana o'zlarining obyektlarga o'rnatib berdik. 11 dona oynalarni chiroyli qilib, okani ishlari juda ham sifatli ekan. Bo'yoqlari alohida tegmagan. Bu MDF ishi sohasida bo'yog'i juda ham ko'pchilik o'xshata olmaydi. Okamizni nafaqat bo'yoqlari, ishiklarini hamma yog'i juda ham sifatli. Mana ochilib yopilishlari gelik ishigan bunaqa oson ochilib yopilmasa kerak. Ko'rishingiz mumkin, oynalar ham juda chiroyli bo'lib chiqdi. Bu xonadonga biz oynani yasashni boshlaganimizda ishimiz qanaqadir unumli va tez bitdi. Abdulvosit aka shunaqa holat bo'ldi aka desam, uka bu ishingiz tez bitishi sizga bog'liq emas, uy egasiga ham bog'liq. Uy egasining ko'ngli qanchalik keng bo'lsa, uy egasi sizga to'lovini hammasini vaqtida qilib bersa, uka sizni ham ishlagingiz keladi, ishini sifatli qilgingiz keladi. Ishi ham oson bitadi degandilar. Mana haqiqatdan ham okamiz bizga to'lovini ham oldindan qilib bergandilar. Ishlari ham juda ham sifatli bo'lib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Abdulvosit akam Sharq eshiklarni tavsiya qilib qolaman. Profilni atmetga qilib qo'yaman. Bemalol xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.